Assalomu alaykum, hurmatli televizorchilar. Texnologiyada bo'layotgan chin yurakdan chin so'zlar programmamiz. Qadrli ko'rman do'stlar, biz bugungi programmamizda Urumchi kashf gazetida berilgan bolalarning xetidan his qilganlarim nomli maqolani cho'rdigan holda suhbat etmoqchimiz. Shu munosabat bilan biz bugungi programmamizga ikki aziz mehmonni alohida taklif qildik. Qanday bilan tanishib o'taylik. Bugungi programmamizning aziz mehmonlari Urumchi shahardagi Ma'arif tadqiqot markazidan Tursun Hasan muallim. Yaxshimisiz? Xush kelibsiz. Qarsalimiz. Programmamızın yana bir aziz mehmoni bolalarning xetidan his qilganlarim nomli mana bu maqolaning muallifi Urumchi kashf gazetining muxbiri Maryam Abdurahmon. Xush kelibsiz. Qarsalimiz. Urumchi kashf gazetida berilgan bolalarning xetidan his qilganlarim nomli mana shu maqola o'qirmanlardan yuz ko'rishgandan keyin jamiyatda xil kuchli ta'sir paydo qildi. Maryam, albatta mana shu maqolani yozish jarayonida siz alohida tekshirish etmadingiz. Endi sizdan anglasam, shu maqolani yozish uchun siz bolalarning orasida 300 bolaning orasida siz atrofli tekshirish tadqiqot etib berish orqali mana shu maqolani yozib chiqibsiz. Aslida men bu maqolani yozishni xiyoldim. Atrofimiz ko'rimiz nurg'un adallar bor. Bolalarni ko'rimiz, adallarning og'zini olmaymiz. Hozirgi bolalarni boshqarish tasib ketdi. Ya bo'lmasa o'zaro fikrlashamaymiz, paranglashamaymiz deydi. Am bolalarni olmaymiz, ota-onam meni tushunmaydi. Opam nima o'ylaydi, dadam nima o'ylaydi, o'tirmizrak arliq bor. Ko'nglim degim kelmaydigan narsa doim qulog'im kirib qoldi. Shuningdek, aslidagi planimda men ota-onalar bilan bolalar o'rtasidagi tushunish ilgari surish maqsadida ziyorat qilgan. Ziyorat qilish tomonidan qarasam, bevosita suhbatlashganda bolalar ba'zi ko'ngilli gaplarni erkin azor deyolmaydi. Shu bolalarga shaharimizga 3 o'rta maktabdagi 300 o'quvchiga har biringlar ota-onalarga deydigan qanday talablaringlar bor. Ota-onalar o'rtasida tushunish bormi, yo'qmi? Mushni markaz qilib turib, men bir parcha izonglar nima o'ylasanglar shuni yozib beringlar deb mushni berdimda bolalar bergan vaqtda xatni topshirib, endi bu tushunishning o'rtasidagi masalani yo'q qilib, bolalarning xati, imlo masalasi, jumlalarningki ularning ravon emasligi bu to'g'risida yangi bir fikr paydo bo'lib qolmoq. Endi ba'zi bolalarning xatga qarab hayron qoldim. Bir jumla odatdagi bir bayon jumlami mukammal emas. Ba'zi bolalar hatto imlolarning masalan T harfini olsak, harfning usti kelamdi, past kelamdi. Bir chekitmi, ikkimi yo'q, uchmi deganlar o'qimaydigan bolalar bor ekan. Ham bu ziyorat qilgan bolalarim to'liqsiz o'rta maktabning 1-2 yilida o'qiyotgan bolalar. Ham bu bolalar mush xati bilan, mush saviyasi bilan qanday to'liqsiz o'rta maktab chiqib qoldi? Bu bizdagi bu ma'rifning sifati nima uchun bunchalik tuvalab ketdi? Ona tilimizning tarbiyasi nima uchun bunchalik tuvalab ketdi deganni yana bir hukm paydo bo'lgan ekan. Men buni ikkinchi bir tema qilib turib, bu haqda ziyorat etib bordim. Sizdan tekshirish o'tamiz. So'zingizdan qaraganda to'liqsiz o'rtaninki 1-2 yilda o'qiyotgan bolalar shunaqa. Endi Tursun olim, sizlar shu ma'rifningki o'qitish to'g'risida ko'p tadqiqot etib borsizlar. Endi siz bizning nazarimizda to'liqsiz 1-2 yillikning bolalari maqol hissiyatda, yezishlik saviyasida ma'lum saviyaga ish bo'lmaganda o'zining ko'z qarashini, o'ylagan his-tuyg'ularini ifodalab bir qisqa bir parcha maqola yoki hikoya yoza oladigan bolalar. Shaxsan biz hamda to'liqsiz 1-2 yilliklarda o'qituvchilar bizga topshiriq bersa, hikoyalarni, qisqa nasrlarni yoza olamizda. Lekin shu Maryam ziyorat jarayonida topshirib olgan xatlarni men ko'rib chiqdim. Hatto ba'zilarini o'qiyolmadim xatlarini, imloning xatoligidan, hatto grammatikalik jihatga bog'lanishninki qat'iy yo'qligi mantiqsiz so'z jumlalarni aslida haqiqatan meni hayron qoldirdi. Endi mana shu xatlar bilan biz %100 deb ketamaymiz, lekin shu boshlang'ich ona til o'qitishida sal masalalarni saqlayotganligini ko'rsatib berdi deb o'ylasak, bizda qarasak bo'lamdi. Majburiyat ma'rifi yo'l qo'yilgandan keyin Allohda qonuniy 9 yillik majburiyat ma'rifini ado qilish, cho'qim o'qish, bilim olish fursatiga ega qilish, qonun bo'yicha ularning bilim olish huquq manfaatini qo'llashni o'yin qo'yib kelganligimiz uchun maktablarni oddiy oldilar bolalarni cho'qim mayli imtihondan o'tamiz majburiy sinf atletik ma'nodan ish bolalarniki bilimlarni qayta to'liqlashiga ta'sir ko'rsatyapti menimcha. O'tamiz baribir sinf atlab o'qiydi ekanman deb. Biz burun o'qigan vaqtlarimizda 2 fandan 3 fandan o'tamizsa sinf qoldirib qayta bir yil uni to'liqlab pishiqlab ma'lum shu saviyaga yetgandan keyin lekin atlab o'qishga erishadi. Huquqini qo'lga keltiradi. Hozir bolalar o'ssinmi, o'tmasinmi o'qiyveradi. O'qiydigan bo'lgandan keyin bir qism bolalarda bir xil haydakchilik qilish yo'li bir xil kamchilik bo'lyapti.
Bu bir meselenin bir tarafı. İkinci bir tarafını elbette etken çağda bizdeki şu koştanlık okutuş yolu koyulgandan keyin bizning maktablarimizdagi bir qism boshqaruvchilardan tortib o'qituvchilargacha hatto ota-onalargacha diqqat e'tiborning hammani Allohning hanzu tili o'qitishiga, hanzu tili o'rganishiga qartib ketib shu ona tilga bo'lgan tarbiyalash sal bo'shib qolgandek bir tuyg'uni biz chetga qolmaymiz. Endi qo'shtilik o'qitishni yo'l qo'yish, qandaqdir hanzu tili o'qitishga ahamiyat berib, ona tili o'qitishdan voz kechsang, yoki uni bo'shashtirib qo'ysang bo'ladi deb hech qanday hujjatda, hech qanday bir yerda bu ta'kidlangan emas. Partiya hukumat o'xshashlar qo'shtilik o'qitish bo'ladi ekan, ona tilini kuchaytirish kerak deb alohida ta'kidladi. Ham uni dars soatini ayni vaqtda dars soati necha soat bo'lgan bo'lsa, shuni saqlab qolishga ahamiyat berdi, ham kafolatli qildi. Endi maktablarda ma'lum deb o'tib ketgandek butun diqqat e'tiborimiz, butun mavqeimiz o'z qo'shtilig'i bo'lib ketganligi uchunlar ona tili o'qituvchilari ularni til adabiyot dars berayotgan o'qituvchilarni darsxona o'qitishini tekshirish, baholash, selishtirish, ularning darsxona o'qitishini qo'yadigan konkretni talablar, bolalarga beradigan topshiriq, uni tekshirish, uning bahosi yozish qatorliq jihatlarda ularni birma-bir tekshirib o'tkazish kerak edi. Ammo maktablardagi qarash o'xshash bo'lmasqa bir qism maktablarda buni alohida qattiq talab qo'yayotgan bo'lsa, bir qism maktablarda alohida qattiq talab qo'yilmadi. Masalan, to'liqsizni bitirib, boshlang'ichni bitirib, to'liqsiz o'tish imtihonida bizniki adabiyot imtihonimiz faqat rayonlar o'z oldiga elib, bolalarning saviyasini ko'rib boqadigan imtihon bo'lib, yuqorilab o'qish imtihonlari hisoblanmayotdi. Matematika bilan hanzuchidan eliblar shu ikki fandagi natijasiga asosanlar o'ziniki rasm qoldi. Ko'rib boqilgan bir xil foydali dars bo'lib qoldi. Bolalarning saviyasini haqiqiy ko'rish, o'lchashdagi muhim dars qatoriga qaralmay, bolalar faqat o'qiy olsa, yaqin olsa, savodi chiqib qolsa bo'ldi deydigan bir xil ideya bor ekan bu qism. Aslida ideyasi bosh ko'tarib qoldi. Bu ideya bizning partiyamizning qo'shtilik hukumatimiz partiyamizning qo'shtilik o'qitishini yo'lga qo'yishdagi mavqe va nishoniga ularning maqsadiga xilof bu. Partiya hukumatimiz ikki xil tilda o'xshash hozirlagan ixtisosiy yillarni tarbiyalangan desa, biz endi bir ona tilni biz bo'shashtirib qo'ysak, uning muhimligiga ahamiyat bermasak, muayyat kelmasida hanzu tilda tafakkur qilolmaydigan, uyg'ur tilda alohida tafakkur qilolmaydigan, o'zgacha bir xil tafakkur ideyasi bilan o'tirib chiqib qolsa bizning bir qism bolalarimiz ya uyg'urcha xizmat o'rtasida chiqolmaydigan ona tili bo'yicha, o'zini ona tili bo'yicha xizmat o'rtasida chiqolmaydigan, ya hanzu tili bo'yicha xizmat o'rtasida chiqolmaydigan, hatto birov bilan suhbatlashganda o'zining maqsadini o'sha uqtirolmaydigan, ona tilda to'liq ravon so'zlayolmay aralashtirib to'rt og'iz uyg'urcha gap qilsa, uch og'iz hanzucha gap qilib, logikalik yo'q, grammatikalik yo'q gaplar qilib o'ynab so'zlaydigan bolalar chiqib qolsa, ular xizmatning o'rtasidan emas, hatto o'zining o'rtasidan chiqolmaydi. Agar shu ravon til iqtidori to'rt og'iz maqsadni o'tirish iqtidori yetilmagan bolani odamning safasi qanchalik bo'ladi menimcha. Bu hatto o'zining maqsadini uqtirolmagan boshqalarga salom soat qilishdimi qiynalishi mumkin. Qo'sh tilning yo'lga qo'yilishi adabiyot o'qitishini bo'shashtirish emas, balki adabiyot o'qitishiga bo'lgan mas'uliyatni aslidagidan u narsa oshirilishi deb qarayman. Chunki ona tilning kuchaytirilishi, ona tilning taraqqiyoti, bolalarning ona tilda so'zlash, ifodalash, o'z nuqtai nazarlarini o'ttirib qo'yish iqtidorining yuqori ko'tarilishi bu bir vosita, bevosita holda hanzu tilidagi darslarni tushunish, masalalarni yeshish, hazm qilish iqtidoriga ta'sir ko'rsatadi. Bizning bu hanzu tilida elib berilayotgan o'qitish sifatimizning tuvan bo'lib qilishidagi
yana bir omil qaysi desak, ona tilda so'zlash iqtidorining to'g'ri bo'lishi. Bu ona tilida tafakkur yetilmay turib, hargizmi ikkinchi bir tilda ma'lum maqsad mudollarini o'tirib qo'yish. Menimcha to'liq bo'lmaydi. Bizni boshlang'ich vaqtimizda hanzut til dars o'tgan vaqtda bizni albatta bir tilni o'rganish uchun albatta ona tilda tafakkur qilib, andan keyin uni yana bir tilga o'rganishimizda, menimcha bizni yangi tillarni o'rganishimizda, masalan, shu qush til, hanzut tilni o'rganishimizda bizni ona tilga pishiq bo'lishimiz nihoyatda zarur. Amariyam siz balkim shu ziyorat jarayonida bolalarning xatlarini qo'lingizga olgandan keyin oldi bilan xatning mazmuni emas, bolalarning xatidan qanday yozilganligi, imlosining qandayligi, grammatikalik bağımlısındaki bayoqlığı sizga shunday ta'sir qilganda. Menimcha biz albatta maktabga borgandan keyin bolalarni muallim tunji ustoz bo'lib bolalarni qo'ldan tutib ularga ilib bani o'rgatadi deb qaraymiz. Endi mas'uliyatni oldi bilan shu maktabdan izlaymiz-da. Biz siz cho'qim menimcha ishni shu maktabdan boshlab o'qituvchilarga bu jihatda ko'p sirdoshlig'ingiz bilaman. Siz degandek men o'qituvchilarning bolalarga qo'yadigan talablari, ba'zi o'qituvchilarning o'rtasidagi dars o'tish jihatda, o'tmoqchi bo'lgan maqsadni yetkazish metod jihatga farqlanib chiqdim. Men 19 boshlang'ich maktabdagi adolat ma'lumini ziyorat qildim-da. Bu adolat ma'lumining o'zining birinchi xatini menga yozib bergan shunchalik chiroyli ekan, 19 yil bo'lgan-ku o'qituvchiga. Xat shunchalik chiroyli. Ondan bu adolat ma'lumining bir aloyitligi o'quvchilari birinchi sinf kirgandan boshlab bolalarga maqol daftar tutqizdi ekan. Mayli maqolni bir jumla yozsin, mayli bir abzas yozsin yoki yaxshi mukammal bir cho'ng maqol yoza olsin. Boshlang'ich 6-yillikni tugatguncha mush to'plamni to'shqizib olgan ekan bolalar. Onda o'zi bolalarning xatiga alay talab qo'ydi ekan, jumlaning ravon bo'lishi, imloning to'g'ri bo'lishi, xatning chiroyli bo'lishiga. Ba'zi bolalar oiladagi bergan topshiriqlarni ishlab kelmagan vaqtda o'zi dam olish vaqtlarida tushda uyga ketmay, darsdan keyingi vaqtlarda uyga ketishga bo'lgan yoki topshiriq ishlayotgan vaqtlarda shu o'quvchilarni sinf ishxonasiga akirib turib, hozir shunday yaxshi materiallar va tursin ma'lum bilsiz. Besib yozdigan. Besib yozgan harfni emas, jumlanimi, abzasini besib yozgan narsalar mushlarni o'zi elib bolalarga besib yozg'izdi ekan. Shu men 16-o'rta maktabda 4-5 bolani xato qarab, sizlar adolat ma'lumi o'quvchisimi desam, siz qanday bildingiz? Biz adolat ma'lumi o'quvchisi dedi. Degandek ash bolalarning xati shunday ravon, jumlalari to'g'ri, ishlatilishim yaxshi, grammatikaligim to'g'ri ishlar chiqqan. Ba'zi o'quvchilarni ziyorat qildim. Hatto endi ismini atash bo'lmaydi. Ma'lum bir o'qituvchi o'zining sinfidagi bir o'quvchining sinfga 5 kun kamligini uqmabdi. Endi xat qo'yilgan talabni olmaydi. Endi oldinda o'qituvchi degan sinf bolalar keldimi, kammamni yo'qlamadan boshlaydi-ku. Endi shunchalik mas'uliyatsiz o'qituvchilarimiz bor. O'zlarining xatisa do'stga bir xatni yozsam, o'quvchilar uningdan qanday ulga ola oladi, buni tasavvur qilish tasta. O'quvchilarimizga pek muhim narsa ulga. O'qituvchilar ulga bermasa, o'zining xatidan bolalarga "Men meninkida xat yoz" deganmisa, bolalar nima qarab o'zining xatini o'xshaydi. Shunga o'qituvchilarning bolalarning tarbiyalanishda, bolalarning ona tilini yaxshi o'rganishda o'qituvchilarning roli haqiqatan cho'nka. Shunga biz o'qituvchilarning sapasini yuqori ko'tarishga ko'proq ahamiyat bersak bo'lgan deb o'yladim. Oya Tursun ma'lum sizning so'zingizda dedingiz, hozir shu maktablarda qo'sh til o'qitish yo'li qo'yilgan ekan. Albatta bu qo'sh til o'qitishi ona tilini pishiq o'rgangan asosda hanzut tilini tan epiriz. Ammo hozir qaraydigan bo'lsak, boshlang'ich maktablarda 3-yillikdan boshlab til adabiyot darsining boshqa fanning hammasi hanzut tilida o'tildi. Buning bilan endi bir dars, bir til adabiyot bilan uyg'ur tilida, ona tilida o'tilib qolgan fanlarimiz matematika qatorliqning hammasi hanzut tilida o'tilgandan keyin bolalarningki, ma'lumotlarningki hammasining diqqat e'tibori hanzut til o'tilgan darslarga, hanzut til o'rganishga qaratilib ketganda bu yerda. Endi Maryam degandek, shu til adabiyot o'qituvchisiningki sapasining qanday bo'lishi, bolalarga bo'lgan mas'uliyat tuyg'usiningki yuqori to'lanligi, kuchlik ojizligi, shu bolalarningki ona til saviyasidan bevosita munosabat ekan. Endi men bu yerda bir misolni tilga o'tishni loyiq topdim. Akuni bir tanishimning uyiga borsam, bolasi ular bir til adabiyot darsida 3-yillikka mashrab dars sabab qilsang siratda suv to'xtaydi degan bir dars bor ekanda. Shunda bir sirat yasab kelishga buyuribdi bolalarning. Nima qilsizlar desam, mesela ochiq dars o'tmoqchi dedim. Shunda o'ylamda unda xususi cho'qim yaxshi o'rgansanlar bo'dek ma'lum qayta sizlarga nasib qildirgan bo'lsam, dedi. Qanday qildirdi desam, ish qilib men o'qib bera bolam desam, voy men o'qimsam bo'ldi, men baribir aytmoqliman deb so'rmaydi bu to'g'ri dedi-da. Shu hayron qoldim. Voy ma'lum so'rmisam sen qo'l ko'tarsan, cho'qim ma'lum sendan so'raydi desam, voy uchiq dars degan aniyadan ma'lumot kelib anglaydi.
Şuna bizningki ba'zi bolalarningki qanjitil seviyesi yuqoriroq ana tilda aniq ifodalab berolmaydi. Shuningga ma'lum darsda yaxshi, nutq qobiliyati yaxshi bolalarga markazlik deb qo'ygan ularni ishxonaga akirib, ayrim-ayrim ularga tushuntirib, asla pish qiladi. Biz faqat qo'l ko'tarib qo'ysak ham bo'ldi. Boshqa bolalar javob berdiganga maqsad belgilangan. Bizning unda qo'l ko'tarish, unda javob berishimizning hojati yo'q dedi-da. Bu masalani o'ylantirib qo'ydik. Balkim shu uchuq darsni shundoq jonliq o'tadigandir, shu uchuq darsni anglagan o'qituvchilar balkim shundoq rozi bo'lgandir. Ana til o'qitishi shundoq yaxshi elib berish bilan suyunib, xotirjam bo'lib chiqtirgandir. Lekin uning keyindagi ana shu shaklvozliklar meningcha nurg'ulg'an sizlarga o'xshash tadqiqotchilarni balkim bu jihatda uncha xabarga ega qilmasligi mumkin, sizlarni xabarsiz qo'yishinglar mumkin. Bizmi bizning idoraningki bizning vazifamiz bir mavsumda xizmat bo'lmasa 80 soat dars anglash. Bir yilda 80 soat dars anglaymiz. Chuqur shu darsga qarta astoydil baho yezib o'qituvchilarningki o'qitish amaliyoti qarta ko'rsatmay bir yetakchilik qilamiz. Men bir qatim bir maktablarga berib shu Maryam o'xshash bir tashvish qildim. Tabiiy bir 2 soat dars anglab qildim. Shu kuni qallam ta'sir qildi. U darsdan olgandan keyin bolalar bolalarimiz tushundiq dedi. Shunga ma'lum savol so'ragan bolalarimiz qo'l ko'taryapti. Men tushunmadim u darsni uchun. Men ajab bu bolalar ajab taqalib o'qiyapmi? Ajab men ishim o'qimasam bu bolalar hamma tushunib ketadi. Allohga masligim keldi. Biz gapimiz. Shunga yana bir soat darsni anglab olsam, o'zim sinfda hamma shunday qo'l ko'taryapti, tushundiq deydi. To'xtab turar. Mening kallamda nasib chiqib bir ish chiqib qoldimi, izni boqayim deb men yana necha soatlik dars anglab, ahvolni bir egallab boqaylik, egallab, oxiri bolalarni chiqib, chaqirib, har bir sinfdan darsda eng yaxshi bolalardan ikkini, o darsida bolalardan ikkini, orqada qolgan bolalardan ikkini, mana bir chaqirib bersanlar, bir maktab kirib, yilliklarni asos qilib, 20 dan 30 dan masalan, birinchi yillikdan shu to'liq birinchi yillikdan 20-30 boladan, ikkinchi yillikdan 20-30 boladan qilib, ayrim yig'ilmak, suhbat deb bordim. Suhbat deb bir bolalarni suhbatlashtiradi, bolalar men bir dars olsam tushundiq deb tushundingmi desam tushundiq deb bolalar vaqirdi. Rost tushundingmi? Men tushunmadim bir 2 soat darsni. Lekin kim javob berdi? Zaman qo'l ko'targansizlar. Qo'l ko'targandan keyin men hamma bola bir kutib deb ham minnatdor bo'ldim, ham hayron qoldim. Yurak ko'ngildagi gapni deb baqsanglar, sen bir qism bo'lib, ko'ngildagi so'z sizga lozimmi? Deb ko'ngildagi so'z bizga lozim. Biz tushunmaymiz. 70-80% bolalar ba'zan sinfda 40%, ba'zan sinfda 70-80% bola tushunmaymiz. Neymiş tushunmay turib, tushundiq deb vaqiraysizlar. Muallim javob tatib bir soat bizga gap qildi, tursin muallim. Javob tatib gap qilgandan keyin tushunmadik desak, muallimni bakko'ni ketgan degan tamom gap qildimmi? Nega gap qildim, qasam tushunmadik deysanmi? Deb chichilib ketdi. Shu tushundik desaklar, muallim tasalli deb qoldi birinchisi. Ikkinchisiga unda o'zi savolni kim javob berdi desa, men qo'l ko'tardi ekansizlar. Agar sendan so'rab qolsa qanday qilaman? Qanday qilsa bo'ladi desa, kimdan so'raydiganlik muallimning ko'ngliga ayon, bizning ko'nglimizga ayon. Chuqur sirtdan natunish bir odam sinfga kirib dars olgan chog'da chuqur men qo'l ko'taringlar deydigan qoidasi ekan. Sınıf arkadaş bir adam ders almak için asla hemimiz kol götürmez. Bizden sormayın şu korkmayın da atıl kol götürmez. Soraydı adam malum şu dersin yakşı gidip düşünüp egiş mağdurlar 15% mi 20% bala malum şunu onunla soraydı. Şu ensine şahçesi dursun malum. O bizim kallamda nait tesir kıldı. O bizim marifemizdeki bir xil şekil bazlı. Hem de sınıftan ders anlığını geldi. Ya şehir boyunca uçuk ders yutildi. Ya Abdülmaray boyunca uçuk ders yutildi. Ya Rahim boyunca uçuk ders yutildi. Belgilab qo'ygan bo'lsa, ochiq darsga aytayarlik qiladi. Xuddi uyga mehmon kelsa, uyini tozlig'ini qilgan o'xshash. U yetning oldida, ichki yetning oldida, cho'ng bayramlar oldida, cho'ng tilamni tozliq qilib qo'ygan o'xshash ish bor. Endi u shaklga ahamiyat bermasak bo'lmaydi. Bu mazmun ifodaligi bo'lmaydi. Ammo bu shaklga ahamiyat berdi deb bir qism darslarni bir necha soat o'tib, uni manevr qilib
pişirlab ishlab, hamma odamning qaldisiga ichirayotgan ekan, butun bolalar jang so'zlayotgan ekan. Ajoyib bir soatlik dars oldimizda namoyon bo'lgani uchun hamma ma'lumlar mendaq dars o'tadi ekan. Butun bolalar mashina fikr qilgan bo'lib ketdi deb bizni bir xil shaklan bir tarafdan xotirjam qilsa, bir tarafdan g'amga soladigan bir tuyg'uga ega qilib qo'yg'ashqa, bizning muhabbimizdagi bir qism savarliklardan, bir qism nuqsonlardan, bolalarni umumyuzlik taraqqiy qildirish, barliq o'quvchilarni taraqqiy qildirish, fursatga ega qilish deydigan sapa ma'rifining prinsipini haqiqiy amallashtirib, har bir bolani taraqqiy qilish fursatiga, har bir bolani yashash huquqiga ega qilish jihatda bizda zo'r xatoliklar sababiga sodir bo'ladi. Agar biz bu yo'lni besib olsak, kelgusida biz partiya hükümetinin deyimiz, çoğu cihetini yapıttığında, küçük cihetini yapıttığında, otanının deyimiz, en küçük ziyareti cihetini yapıttığında, perzatlarının deyimiz, cemiyetin bir puhrası buluş, süptedin, mesuliyetin tuttuğunu yapıttığında, millet gibi deyimiz, cemiyet gibi deyimiz. Menimce biz şekilvazlık kılmışsak, pek yaxşı bo'ladi deb qarayman. Bolalarniki antil saviyasiniki yuqoridan bo'lishi shu darsni bergan o'qituvchilardan zish munosabat etdik. Menimcha bir bolaninki yaramliq yaramsiz bo'lishi, darslarni yaxshi egallashi albatta ailede ata-ana bilan bog'liq. Chunki maktabga biz topshiriq taqdim xotirjam bo'lsak bo'lmaydi. Maktabda uvinib bo'lamagan, tushunib yetib bo'lamagan masalalarni biz oilada yetaklayishimiz kerak. Oya Tursunkam o'zining so'zida o'qishlarga qo'ygan talablardan boshqa yana mas'uliyatni biz o'zimizdan izlab berishimiz kerak deb to'g'ri aytdik. Menimcha Maryam, ishqilimiz ota-ona, bizmi hamda bolalarimiz maktabga ketgandan keyin, qaytib kelgandan keyin albatta bugunning darslar o'tildi. O'zlashtirish ahvolini qanday deb so'raymiz albatta. Menimcha bizga o'xshash bolalardan har vaqt ulardan ahvol so'rab turadigan, kunlik nimalarni o'rganyotdi. Ish bo'lmaganda dars materiallarini tayyorlab qolganlargacha shunday so'rab turadigan ota-onalarimiz ko'p bo'lsa yaxshi bo'ladi. Lekin siz ziyorat jarayonida bu jihatni saqlab qolmaslarni xil ko'pligini his qilsiz. Mening endi bu haqiqatan beklab islandirdi. Endi abayim dedik, bir bolaning tarbiyalanishida maktab, oila, jamiyatda. Endi bir oiladagi mush bolalar ota-onaning bo'lgan mas'uliyati, bolalarning o'rganishi bo'lgan ko'ngil bilishi, bolalarningki o'zining o'qishiga bo'lgan mas'uliyatini yetilishda bek muhim rol o'ynaydi ekan. Bu bolalarning xatlari mushunchalik nacharlab, mushunchalik satlashib ketsa, bir mazmunni ifodalayamasa, bolalar ishlagan topshiriq ota-onalar qo'l qo'ydi. Endi maktabda bu umumlashib ketdi. Ota-onalar buni ko'rmamagandi. Debman bek hayron qoldim. Shuning bilan mush xatdagi xat alaydi yaxshi yozilgan bilan eng nachar yozilgan 10 parcha xatni tanlab turib, oilalarga bordim, izlab bordim. Endi biz nurg'un odamlarning qarashida yuqori ma'lumotli, oliy ma'lumotli odamlarning bolalari cho'qim yaxshi o'qiydi. Bular cho'qim bolalarga alaydi ko'ngil bo'ldi. Hozir bu qarash haqiqatdan o'zgarib deb qoldim. Endi shunda yuqori ma'lumotli yaxshi o'rinlarda ishlayotgan oliy maktabning o'qituvchilari, professorlarining ba'zi bolalariga qarab hayron qoldimda, lekin bu ba'zi ota-onalarda vaqtini abay tursin ma'lum dedi, vaqtini bolalarga ajratib berolmaydi ekan. Bolalar bilan birga bo'lgan vaqti shunchalik oz kelmiş. 300 parcha xatning ichida men sanab chiqdim, 267 bola men bilan ota-onam jiqroq bola bo'lsa deb arzu qildi ekan. Lekin bağın ailələrimdə mən yamanlıq deyib oturğan bir ailə ibadən dadisi 3 yaxlıq motor bilan kirakeşlik qıldı ekan. Başlanğıç səviyyəsimi yox gəldi. Apisi başlanğıçın bitdəgi ayalkə vaxtı bolsa, anca-munca gündüzlərdə çıxıb paypaq, ko'chalarda qog'oz degan o'xshash narsalarni setib kuniga 3 so'm, 5-6 so'm pul kirdi ekanda, ya bo'lmasa jamiyat mukallaflari bolalar maktab ketgan vaqtlarda boshqalarning oilalarini tozalab berib kirim qildi ekan. Bu ayolning topgan pulini asosan nima ishlattirgansa, bolasi cho'ng o'g'li to'liqsiz ikkinchilikda o'qiydi ekan, qizi boshlang'ich maktabda. Mushki bola kitob o'qib berish uchun mushta kuchaygan bu bola, ayol. Nalla maktab kelgandan keyin, shu sizlarning mallar choy yo'qmi, sizning choylaringiz bormi deb so'radim. Chunki bizning bolalarimizning eng beshidagi cho'ng g'am, opam choy borsa deydigan g'amda, ba'zi anlar qarsak 10, 12, 7-8 çay oynaydigan ayollar bor bir oyda. Sizning çayingiz bormi, çaylar qatnashamiz desam, endi ularning kirimi tuvan kirimlik oilalar kirdi. Biz oilada mahalladagi ayollar 30 so'mlik çay oynaydi, aydalaydi. Bu mening oilamizning iqtisodiga bek cho'ng ta'sir ko'rsatmaydi. Lekin men ash chayga ketgan bir kunda men 2 bolam tamoqsiz qolammi yoki muzdek tamoqni yeb qolammi, yo uyga kesmay yo'qib qolam deb shuningga bormayman.
Bir boshlang'ich maktabni bitirgan ayolning ideyasi. O'ziqqan ekan. Bolalar topshiriqni ishlab bo'lgandan keyin vaqt chiqarib 1 soat o'zi kitob o'qib berdi ekan. Eliq ishlagan, eliq topgan, paypoq setib topgan pulni olgan kitobni bolalarga cho'qim 1 soat o'qib berdi. Bola endi o'g'li maktabda sinfda birinda o'qiydi ekan, xatim shunchalik chiroyli yozgan maqolalarga odam so'yinib ketadi. Men borgan vaqtda kichik qiz boshlang'ich maktabning 2-yilida o'qiydi ekan, shu qiz o'tirib, ustiga yozgan bosma bisib yozdigan mashq qilib xatim chiroyli qilamiz deb buni aksi aptiribdi. Buni siz kim epasam akam akab berdi, shuni yezib mashq qilyapman dedi. Shuni qarab men endi ziyonlarimiz, qo'y kunimiz aldirash, mayaga boribdik, niyaga bir söhbatim bordi, niyaga bir parançılığa ishim bor, do'stlarim bilan uchrashishim bor deb qo'ygan ziyolilar, kadrlar bir top bilan shunaq ayollarni o'zini selishtirib baqsi bo'g'day. Bolalar uchun nima qilib beryapmiz deb baqsi bo'g'day deb o'yladim. Bo'lib men odatda adabiyot topshirig'ini tekshirganda, boshqa topshiriq qaraganda pek kerak ko'ngil bo'lgandan biz ham shu axborot radio televiziya sirli nashriyat o'rnida ishlaydiganlar oldilar Uyg'ur adabiyot tilini taqoqchilaysak o'yimizda hamdi. Buna bo'lgandan keyin ba'zi vaqtlarda ma'lumim balkim anchalik e'tibor bermasi mumkin. Bir sinfda 50-60 bolalarning topshirig'i haqiqatan yig'ilib turdi. Ba'zi vaqtlarda imloga anchalik diqqat qilmasligi mumkin. Tepkida ma'lum bir ko'mayda bunda bir chisdan tabuq qolgan, sening bir chisdan tabuq qolsin. Men deymanda shunga men televiziya stansiyasida ishlayman. Maqsadni biz adabiyot tilini taqoqchilayapmiz balam. Men ko'may turib, ma'noga qo'l qo'yasam, ma'lumot cho'qim opam mush til bilan, mush til yoziq bilan shug'ullanan odam, mush o'qimanda Sizning opani tuvan ko'z qana bo'ldi desam hozir sanaydigan bo'ldi. O'z bir tekshiruvda maqol yezib qo'yibdi topshiriqlarini. Menimcha biz o'zimizni bolalarga ulgu qila oladigan shunday bir mas'uliyatni bolalarga yetkazdirsak, bolalarningki shu mas'uliyat tuyg'usi shunga birga shu ona tilga bo'lgan ko'z qarash mas'uliyat tuyg'usini shunga bilan birga yuqorilab borib kelib o'yladim. Keyin bir jihatdan aytganda jamiyatning bu sohada yetakchilik qilish rolini kuchli bo'ladi. Shinjon o'smirlar gazeti bolalarning eng yaqin do'sti bunday qilganda bolalar bilan tang o'sib yetilgan ham bolalarni o'sib yetildirgan bolalarning turmush o'rganadigan bir dunyosi u bir oliy maktab. Necha yillarning oldida Shinjon o'smirlar gazeti maxsus kichik muxbirlar gruppasini tashkil qilib har bir o'rta boshlang'ich maktablardan 10dan 15dan muxbirlar bor ularning muxbirlar maqolalarni yozib bolalarga yozgan maqolalarini ratlab yeni maktablar radio uzunligida anglishdan boshqa shu maqolalarni shu Shinjon o'smirlar gazetiga avatdi qarorlik oldi chiqarib qiladi. Biz bir necha yil bo'ldi men bunday qilsam o Shinjon o'smirlar gazetining kichik muxbirlarni tarbiyalash, kichik muxbirlarni ta'sis qilish bu funksiyalik roli yo'qolib ketgandan qildi buni qimmat maktablarni so'zsam yo'q. Shunga mushunda bir aktiv yetaklash funksiyalik roli yana o'zining rolini joriy qildirishga deydigan umidim bor. Haqiqatan biz bugungi programmamizdan shu bolalardan kelgan 300 parcha xatdan o'zimiz xatlarni ko'rish jarayonida o'zimiz parangiz jarayonida shunday his qildik. Hozirgi bolalarimizda mayli psixik jihatdan bo'lsin, mayli o'rganish jihatdan bo'lsin, mayli mas'uliyat tuyg'usi jihatdan bo'lsin, bizdan yetaklashimizga tegishli nurg'ulg'an taraflar bor ekan. Albatta mana bu yetaklash, bu tarbiya, maktab, oila, jamiyat, hammamiz tang etib berishga tegishli bo'lgan masala. Ana biz bugun bu yerda mush bolalarniki xatini misol qilib turib, eng muhimi shu mazmunni bizga ifodalab bergan ana shu shakl, ya'ni shu yoziq to'g'risida paranglashdik, ona til yoziqi to'g'risida. Menimcha ona til degan bu gapdan chiqib turdi. Ona til onamiz bizga o'rgatgan til. Onamiz bizga yetkazgan til. Bunda bo'lganlikin biz onamiz bizga o'rgatgan, onamiz bizning dilimizga sog'an ana shu tilni qadrlashimiz, uni ko'z qarchug'imizni asirgandek asirishimiz, uni yuksak mas'uliyat tuyg'usi bilan o'rganishimiz, uni keyingilarga yetkazishimiz kerak. Chunki bizning ana shu onamizning tili biz orqali bizning bolalarimizga yetadi. Shunga mana bu mas'uliyatni, mana bu tuyg'uni bolalarimizga paydo qilish, bolalarimizga mana shu ko'z qarashni yetildirish biz ota-onalarning, maktabda bo'lsa o'qituvchilarning, albatta jamiyatdagi barliq a'zolarning majburiyati va mas'uliyati. Shunga bolalarimizni qo'sh tilli tarbiyalashda, ona tilini puxta o'rgangan asosda xanzur tilini atrofli o'rgatishga alohida ahamiyat beraylik. Bugungi programmamiz mushada oxirlashdi. Kelasi programmamizni ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh.